Assalomu alaykum barchaga obunachilar. Niko o'z YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda mana maktab ham tugadi. Endi men bugun shaharga ketaman. Yo'l olishga tayyorman. Qanday bo'lsa ketdik. Bo'pti ustoz, joningiz sog' bo'lsin. Ha, bo'pti, Niko o'z. Xayr shakar. Hop. Halo. Shahar. O'g'lim, shaharga kelma. Nimaga? Hey, ochildi o'yinlarga kel. O'qishlar vaqt bo'ldi. Hop, dada, hop. O'qishlar bankrot bo'libdi. Men yangi uy sotib olgan edim. Ko'rgan bo'lsanglar. O'tgan videoda. Mana buni. Uy o'zi ana. Mana manta versak, mana pechka, kitob qo'yadigan, mana sandig'im, mana krovat originalidan bitta sayyosa bo'ladi. Ustida teppan. Gap bo'lishi mumkin. Lupoy ko'raman. Hamma jitir uxladi. Endi biz ham uxlab olsak. Shuni dimlama qilsammikan a? Mana ketaylikchi bu yerga. Qishloqi. Salom. Salom alaykum. Qog'ozing boqolsang boq, ezib olgapti. Havosi qog'ozlar tayyorganda qichqiradi-ku. Tayyorganda qichqirardi. Hop, bo'pti, joning sog' bo'lsin. Hop, mana o'zingizda ham joning sog' bo'lsin. Xolos, obunachilar, bugun bu videoda qora mehnat qilamiz. Bu halol mehnat degani o'zimiz tilda aytganda o'qishga bormoqchi edim shaharga. Shahar bankrot bo'libdi, obunachilar, men dadam aytdi. Unda biz mehnatni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Uydan kelkani olib merning yoniga boraylik. 50 ta tosh olib kel degan edi. Menga mer. Qani ketdik. Bermingni ber dedi. Salom alaykum. Salom qishloq. Merning uyi ham jiran tepada. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom Nikos. Nimaga kelding? Men kelishimning sababi siz menga 50 ta tosh olib kel degandingiz. Olib kelaymi? Ha, bu olib kel. Hop.
ancha bizga lopatka kerak bo'ladi. Yerni kovlaymiz. Voy saloq. Qishloqi. Salom alaykum. Qo'liga qarab qo'yapmiz. Xo'p. Tak, mana narsa tusholmayapman. Mana mana xo'p, 20 ta. Hali ko'p kerak. Mayli, men mer uchun bir stak qilib oborishga qaror qildim. Mana. Endi ketdik. Xonani qilamiz. Ha, mana. Tak. Mana. Ha, oligina qoldi. Mana. Mana obunachilar yomon tez ketyapmiz. Endi mana bu yerdan olamiz qolganini. Endi bitta olsak, mana. Hozir buni sekin astalik bilan merga olib boramiz. Janob mer. Ha, keldingmi, Nikos? Ha, keldim. 5800 dollardan. 5800 dollar. Rostdanmi? Ha, rostdan. Okey. Keyin bir stak olmosda qabul. Sol.
ustoz Rahmatjon hisob bo'lsin, men ketdim. Bor ketaver. Da bolalarda, obunachilarda keyingi videoda yangi uyimni ko'rsataman sizlarga. O'zim qurgan uyimni. Mana qora mehnat bilan kunim ham o'tdi. Mana obunachilar, qora mehnat bilan kunim ham o'tdi. Unda bugungi videoda keyingi videoda yangi uyni ko'rsataman. Hozir obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring. Video yoqqan bo'lsa hammaga xayr. Shu joygacha ko'rdingiz, endi podpishkada bitta obunani bosib qo'yinglar. Xo'p, xayr hammangizga.